祝你，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会荡起帮忙，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。神奇的怪物数学小分队 Bigiz çeş musabıqsi. Bo'ladi go'vo. Qo'limda bir uzun tishga olg'ish bilan qisqa tishga olg'ish bor. Uzunni topa olsang, sen yengam bo'lsan. Shundala g'alati maqliq pechenisi sang tava bo'ladi. Ha, bek yaxshi bo'ldi, Markes. Endi qaysini utdinglar? Meningcha, hech qaysimiz utmadik, Leyli. Chaqiraq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqliq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqliq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqliq matematika paydo bo'ladi. Qaranglar, bigiz ishli g'alati maqliqlar ekan. Vah, qaranglar ularning bigiz ishlariga. Yaxshimizlar, bigiz chiqmoqlar. Yaxshimizlar, g'alati maqliq matematika tartibdilar. Sizlarga qanday yordamimiz kerak? Bugun Moslaviyadagi eng ko'zga ko'ringan alohida ishlarni musobaqalashtiradigan kun. Bizning musobaqamiz demakchi. Bu musobaqada kimning tishining uzun ekanligini belgilaydigan kun. Anglamoqqa nayt qizqarlik to'yladi ekan. Yangi vaqtchi 6-tish cho'tkisiga erishalaydi. Biroq biz reperning kimning eng qaltis tishi borligini baholab berishga ehtiyojimiz bor. G'alati maqliq matematika atirtirkilar, sizlarga reper bo'lishga tayyor. Shunda bo'ladi. Belki yaxshi bo'ldi, sal turib ko'rishaylik. Biz bigiz ishlarni musobaqalashtirishga bordigan bo'ldik. Biz shu kun g'alati maqliq matematika o'qimida foydani hal qila olamiz. Shundoq, chunki g'alati maqliq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maqliq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqliq matematika atirtirga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamlik maqliq keldi. Bugungi g'alati maqliq matematika askartma so'zi bo'lsa, eng uzun. Kelar qatim raqamlik maqliqni ko'rganingizda, biz bilan birlikda g'alati maqliq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Eng uzun. Hozir demaysan go'vo, kelar qatim raqamlik maqliqni ko'rganda andinmikin. Ma'qul Lili. Men bek hayajonlanib ketyapman. Ta'xir qilmay qoldi. G'alati maqliq matematika atirtirkilar, ularga yordam qilib, begiz ish musobaqasining reperi bo'g'ilib boraylik. Yaxshimizlar, begiz chiqmoqlar. Begiz ish musobaqasining reperi bo'g'ilib keldik. Biz nima ish qilamiz? Sizlar kimning begiz ishining uzun ekanligini ayirib basallar bo'ladi. Bo'ladi. Meningcha bu bak oddiy. Eng uzun begizchish. Qaysi eng uzun? Ta'limiga menga tushmadi. Shulgay. Kechirgan go'vo. Hech qisi yo'q, Markes. Qaysi g'alati maqliqning tishining uzun ekanligini qarab bilolmadim. Men qarab bilamadim, Leli. Biz qanday hukm qila olamiz? Sizlar raqamli g'alati maqliqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maqliq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Eng uzun. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Eng uzun. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maqliq matematika ko'rsash ekrani keldi. Qizlar rangli g'alati maqliqning puti qisqa. Yeshil rangli g'alati maqliqning puti uzun. Qaranglar, puti qisqaning puti uzrab ketdi. Endi kimning puti eng uzun? Qarab biladinglarmi? Biz o'lchab baqaylik. Yeshil rangli g'alati maqliqning putida qancha tal bilak bor ekan? 1, 2, 3. Qizil rangli g'alati maqliqning putida 1, 2, 3, 4 bilak bor ekan. Qizil rangli g'alati maqliqning eng ko'pkan. Undaqda qizil rangli g'alati maqliqning puti yeshil rangli g'alati maqliqning putiga qaraganda uzun. Bu hozirga qadar biz ko'rgan eng uzun puti ishga bo'ladi. Rahmat sana matematik ko'rsash ekrani. Bu bizga 5 ton yordam bo'ldi. Biz
biz endi eng uzunni qaysi usulda farqlantirish usulini bilib oldik. He, shundoq. Eng uzun. Shundoq-ku. Eng uzun degan matematiklik bilim bo'lgandikin. Biz g'alati matematik tuxumidan foydalanaylik. Oy! Bo'ladi, begiz ishliq maxluq. Qanamsa begiz ishinglarni ko'rstinglar. Chataq yo'q. Men yana qaysi g'alati maxluqning tishining uzunligini bilmadim-ku. Baya matematik ko'rsatish ekrani bizga o'lchash usuli bilan uzunlikni bilalaydiganligimizni ko'rsatgan edi-ku. To'g'ri deding-ku. Qani do'stlar, biz birlikda bu begiz ishlarni o'lchab boqaylik. To'xtanglar. Biz ularni o'lchayamaymiz. Nimishqa? Bu begizishlarning ustida o'lchash bileklari yo'q tursa, xuddi boya matematik ko'rsatish ekrani ko'rsatganiga o'xshash. Biroq bizda o'lchash g'alati maxluqi bor. O'lchash g'alati maxluqi? Shundoq, u orqali o'lchasak bo'ladi. Uning o'lchash bo'ligi bor. Bo'ladi, o'lchash g'alati maxluqi. Bizga bu begizishlarni o'lchab bergin. Sizlar bizga o'lchash bo'laklarini sanab beringlar. Do'stlar, boshlandi. Amisa birlik sanaylik. 1 2 3 4 5 Begizishlar g'alati maxluqning tishi 5 bilak uzunlikda ekan. Biz yana bir begiz ishliq maxluqning tishini o'lchab boqaylik. Bizga o'lchash bileklarini sanab beringlar do'stlar. 1 2 3 4 5 6 Burmiliq begiz ishliq maxluqning tishi 6 o'lchash bo'ligi uzunlikda ekan. 6 bo'lsa 5 dan cho'ng. Shunga bu deganlik. Shundoq, burmiliq begiz ishliq maxluqning tishi eng uzun. O, begiz tish musobaqasining g'alaba qozong'uchisi. Oldirab ketmanglar. G'alati maxluq matematika atirdikilar. O texnik musobaqaning birinchi bo'ligi. Shundoq, hamda o'tkazilgan begiz tishni esish musobaqasi. Begiz tishni esish. Begiz tishni esish? U qanday musobaqa? Begiz tishlarimizni mana bu daraxtga esib qo'yib musobaqalashtiramiz. Kimning esilish vaqti uzun bo'lsa, shu utgan bo'ladi. Biroq, kimning esilish vaqtining uzun ekanligini qanday bilamiz? Biz jismlarning uzunligini qanday o'lchaydiganligini bilamiz. Masalan, begiz tish, biroq vaqtning uzunligini qanday o'lchaydiganda? Masalan, begiz tishni esish degandek. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Eng uzun, ko'pchilik tayyorlig'inglar putdimi? Men 3 sanayman. 1 2 3 Eng uzun. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Ikki g'alati maxluq sharning ustida turib, kimning uzun vaqt turib tampog'liqni saqlaydiganligini bilmoqchi. Kim eng uzun vaqt tura oladi, biz birlikda sanab boqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 Yaxshi qilding, birinchi nomerli g'alati maxluq. Ikkinchi nomerli maxluq. Endi senikiga qarab boqaylik. 1 2 3 Vaqti bak qisqa bo'lib qoldi. Birinchi nomerli g'alati maxluqning tampog'liqni saqlab tura olgan vaqti eng uzun. Rahmat senga g'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani. Bizga bechun yordam bo'ldi, shundaqmi? Endi vaqtning uzun qisqaligining borlig'ini bilib oldik. Bak qaltis bo'ldi. Shundoq deyalaymanki, bu usul orqali qaysi maxluqning esilish vaqtining eng uzun ekanligini bilib olaymiz. Meningcha chatoq yo'q. Biz matematik ko'rsatish ekranidagi usul bo'yicha ularning esilish vaqtini hisoblab ko'raylik. Bu yaxshi amal ekan-ku. Ularning esilish vaqti uzun bo'lsa, bizning sanashimiz ko'p bo'ladi. Bo'ladi. Men boshladim. Amsa mening esilish vaqtimni obdan sananglar. G'alati maxluq matematika atirdikilar, qani amsa biz birlikda kimning eng uzun vaqt eslab tura oladiganligini birlikda sanab boqaylik. Boshlanib ketdi. O daraxtga esildi. Amisa sanashni boshlanglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh, uzun vaqt eslab turaldi. 8 songacha bardosh berildi. Navbat menga keldi. Ha do'stlar, amisa biz birlikda uning esilish vaqtini sanab boqaylik. 1 2 3 4 5 6 Undaqda kimning esilish vaqti eng uzun? Sizning chichu. Bu g'alati maxluqmi? Uning esilish soni 8. Yoki bu g'alati maxluqning vaqti uzunmi? Uning esilish soni 6. 8 6 ga qaraganda cho'ng. Shunga kim utdi?
Shunda, bu g'alati maxluqning esish vaqti eng uzun. Vah, o yangi. Yo'q, men qoyil emas. Mening begizishim eng uzun. Shu bu musobaqada men utgan bo'laman. Biroq mening eslab turgan vaqtim uzun tursa, albatta men utgan bo'laman-da. Shunga har ikkovining musobaqadagi natijasi tanglashib qoldi. Şunu buni tang nisbat deymiz. Biroq kim 6-chi cho'tkisiga ega bo'ladi? Biroq endi bizning boshqa musobaqamiz yo'q. G'alaba qilganni qanday ayiramiz? Kimning utqinini cho'qim ayirishimiz kerak. Ben bildim. Çek tartımız. Kolumda 2 tal çötküden teli var. Kim en uzun çötkü telini tapalıysa bu musabakada utkan buladı. Yaşamalken. Qalsamalkan. Qaysi eng uzun ekan? Meningcha siz bilasizmi deyman. To'g'ri bo'ldi. Men yangdim. Mening tishim Muslaviyadagi eng uzun tish. Va, men yangdim. Tishimni cho'tkalaydigan vaqtim bo'ldi. Va, bigiz tishli maxluq. Bigiz tishlarini cho'tkalashni yaxshi ko'rdi. Meningcha sizlar ham bunga g'alaba qildinglar. Yaxshi qildinglar. G'alati maxluq matematika atrofdagilar. Biz bigiz tish musobaqasidan g'alaba qilish uchun tanlab chiqdik. Biz eng uzunning matematikadagi ma'nosini bilib olgandan keyin bu masalani hal qila oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yordayli. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qilishni istadik. Oy!